mehrimizni chek-chegarasi yo'q. Mehri daryo otajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz dedilar. Alohida shu Gulnoraxon qizingiz mana musofir yil deyapti. Mana yaxshi ko'rishimni alohida ayting, uzrimni so'rab qo'ying. Ko'p bora ranjitgan otajonimni bilib bilmasdan. Bugun hammasi uchun uzr so'ramoqchiman. Qolaversa yaxshi kunda, chiroyli kunda yonlarida turib tabriklashning imkoniyati yo'q. Bari bo'lmadim, uning uchun ham alohida uzrimni so'rab, yaxshi ko'rishimni meni nomimdan alohida ayting, mehrimni bildiring, sog'inchli salomlarimni ayting dedilar. Va qo'lingizdagi chiroyli sovg'ani, mana shu ramkada bir sovg'a bor siz uchun. Meni nomimdan otajonim uchun chiroyli qilib taqdim qiling. Xudo xohlasa otajonimdan jannat qarzim bor. Mehrimni bildiring, yaxshi ko'rishimni ayting, shu sovg'ani chiroyli qilib taqdim qiling dedilar. Ya'ni Bobojonov, Boboxon akajonimiz uchun farzandlari tomonidan Xorazm Umra jamiyatidan Umra safarida yo'llanmasi uchun muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Sizni juda yaxshi ko'raman. O'g'lim yo'q deb o'ksimang dada. Sizni juda yaxshi ko'raman. O'g'il bo'lib xizmat qila olmasam-da, dada sizga jannat. Ben bağman, bu ballarım da O'g'il bo'lib xizmat qila olmasam-da